90'ni 1 ga ko'paytirsa necha bo'ladi? 90. Xo'p, 0.5 ga ko'paytirsa necha bo'ladi? 90. 1 ga ko'paytirsa ham 90, 0.5 ga ko'paytirsa ham 90. Yo'q, bilmayman. 90'ni yarimga ko'paytirsak. 90'ni yarim. 90'ni o'zi bu. 90'ni 0.5 ga ko'paytirsa necha bo'ladi? 45. Vashi tushundim aka. 90'dan 0.5 ga ko'paytirsa, hozir 8100 shunday bo'lishi kerak. Necha? 8100. 8100. 8100. Yo'q, to'xtang. 90'da 180 bo'ladi. 90 1 bo'ladi. 90 bo'ladi. Yo'q. Yo'q. Yarimi 45 bo'lsa 250 bo'ladi. 135 bo'ladi. 135. Matematika tushunmayman. 90 o'ldirishga bo'lsa 90 o'zi bo'ladi. Yo'q-da. 45 bo'ladi. Xo'p, 45. 45.